Assalomu alaykum, hurmatli kanal muxlislari. Bugun sizlar bilan birgalikda uy sharoitida tvorogli pirog tayyorlaymiz. Osongina, mazali chiqadi judayam. Kerakli masalliqlarni video tagida yozib qoldiraman. Hozir esa bismillahir-rohmanir-rohim deb xamir qorishni boshlaymiz. Xamirimizga 1,5 kilo o'lchangan, elangan un olib, uyda men 150 gram sariyog'im bor edi, 82% solib, mana urvoq holiga kelguncha yaxshilab qo'lim bilan aralashtirdim. Sariyog'ingiz qattiq bo'lsa, qirg'ichdan o'tkazib yuborsangiz ham bo'ladi. Unlab un bilan bir xil bo'lib ketishi kerak. Bir xil massa hosil qilib olguncha yaxshilab aralashtiramiz. Ikki dona tuxum solamiz. Mana 200 gram shakar, osh qoshiq to'la razrixlita solamiz. Bir chimdim tuz solamiz. Va oxirida mana bir kosa to'lar-to'lmas qatiq bor edi, qatiq soldim. Sekin xamir qorishni boshlaymiz. Qo'lga ozgina yopishadigan xamir bo'ladi, lekin unlab ozroq berib yoyib yuborishga harakat qilamiz. Unaqa xamiri qattiq bo'lib qolmasligi kerak. 1,5 kilo 600 gramgacha un ishlatiladi bu pirogimizda. Mana xamirni zuvalacha qiymaymiz, tindirmasak ham bo'ladi. Ikkitaga bo'lamiz. Bittasi kattaroq, ikkinchisi kichikroq bo'ladi. Qizlar, tvorogli pirogni har xil tayyorlash usuli bor. Ba'zilar 2 soatgacha muzlatgichda tindirib qo'yadi. Men tindirmadim. 10-15 minut tvorogni tayyorlab olguncha muzlatgichga solib qo'ydim. Endi alohida idishimizga tvorogimizni solamiz. Menda taxminan 300 gram tvorog bor edi uyda. Bemalol pirogimga yetib, bemalol hech ham kam bo'lib qolmadi, lekin 1,5 kilo 600 gramgacha ham solsanglar bo'ladi. Hamma o'zini tabiga ko'ra soladi. Kimgadir tvorog ko'p bo'lishini xohlasa, kimdir shunaqa yoqtirsa, qanchagacha solsangiz ham bo'ladi. 1 kilogacha solinadi. Mana tvorogimizga ozroq vanilin solib, 150 gram shakar solamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Va shu joyda qizlar kraxmal yoki mani kurpa ham solasizlar. Men ham soldim. Hozir tvorogimizni suvi chiqib ketsa ozroq ushlab turish uchun. Va bizga yana bir dona tuxum kerak bo'ladi. Tuxumni oqini solamiz. Sarig'ini esa pirogimizni ustiga surgani alohida olib qo'yamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Mana menda tvorog ozroq baribir ham suv chiqdi, lekin bu umuman qo'rqinchli emas. Yana kraxmal sovordim. Pishib chiqqandan keyin pirogni to'laligicha sovutganingizda tvoroglari ham yaxshilab qotib, juda ham mazali bo'ladi. Mana sekin listga xamirimizni katta bo'lagini olib, uni yoyib oldim. Ozroq list chetlaridan devorcha qilamiz. Tvorogimiz oqib ketmasligi uchun.
solamiz. Hamma joylariga baravar qilib yoyib chiqamiz. Ikkinchi xamirimizni yoyib, uzun-uzun lentalar hosil qilib qo'yamiz. Ungacha pirog ustidan mana videoda ko'rsatilgandek terib chiqamiz. Xohlaganlar ikkinchi bo'lakini yaxshilab muzlatib, qirg'ichdan o'tkazib, ustiga tersangiz ham bo'ladi. Boyagi tuxum sarig'imizni yaxshilab hamma joyiga tekkuncha yaxshilab surib chiqamiz. Bu orada qizlar pechimizni yoqib qo'ygan bo'lishimiz kerak. Qizib turgan pechda 180 gradusda 45-50 minut davomida pishiriladi uzog'i bilan. Har kimni pechi har xil bo'lgani uchun ko'rib turasizlar. Oralarigacha yaxshilab pishgan bo'lsa olaverasizlar. Xohishinglarga qarab yong'oq, mayiz bilan bezatsanglar ham bo'ladi. Oralariga ham mayiz qo'shsanglar bo'ladi agar bo'lsa. Menda yong'oq bor edi. Ustiga yong'oq ozroq pechda qizdirib, ustiga mana sepdim. Juda ham mazali bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Juda ham mazali. Choy bilan ichishga ajoyib pirog bo'ladi. Qizib turgan duxovkada 180 gradusda yarim soat, 1 soatligicha pishiramiz. Qizlar mana juda ham ajoyib bo'ldi. Yoqimli ishtaha, tayyorlab ko'ringlar albatta.